kechirdi. Kimning dardi menga og'u ichirdi. Kimdir yuragidan butkul o'chirdi. Oxir hammasiga bir ko'ndim men. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Men yana men sevib qoldim men. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Men yana men kuyib qoldim men. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Yurakka nimadir botib bormoqda. Alamlar qatma-qat ortib bormoqda. Borib bag'rim qotib qolmoqda. Hattoki dunyodan sovuq qoldim men. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Men yana men sevib qoldim men. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Men yana men kuyib qoldim men. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Edim qaylarga bilmay qoldim men. Men yana men sevib qoldim men. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Men yana men kuyib qoldim men. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Bir seni kuylasam faqat yondim men. Sevib qoldim men. Faqat yondim men. Yaxshiysiz, charchayapsiz? Hoca!
Sen yaş geldin mi? Babam yolda mı sıkıladı? Çok kısmetler. Yaşlısın, sağlıklı yaşlılar. Koymasman, bevafamı suymasman, kendi ko'ngil koymasman, bevafamı suymasman, muhabbatning bog'iga qaytib qadam qo'ymasman, muhabbatning bog'iga qaytib qadam qo'ymasman. Sen ormaya gider misin? Gider. Ormaya da gitmeyiz. Ne bu? Bir tane daha bir şey. Bunu da mı tutamam? Ben güzel dediğim beri. Ha. Çok sinir. Kötü bir laf söyledi. Bir şey hazır mı ya? Kızmak demiş. Sakız mı koptu? Sakız mı? Olmaz. Sen. Motorlu hazır mı? Darvazadan koydum. Motor diyeceğim bir tane. Hadi. Ya bu olan mı olan? Darvaza yok koy böyle mi? Bir tek yere karar darvaza. Yok boş getir. Yok koy darvaza. Motor kere getirsen. Neyse. Birga edik, shu boshqa bo'lsa jali. Bitta o'tganlar birga edik. Tahmin yaxshimi? Nega qanday charchamayaptilar? Har kun bir boramiz deymiz, ayoqda charchab. Bu paxta bir kilo bilan. Charchab bilan. Ya bakın o bir tane bir hizmet geldi diyor sen buraya geliyorsun. Bana geliyorsun diye de. Sahaman kimga yaman yaman afsuslarning bag'riga to'lib ketaman kimga yaman kimga yaman kimga yaman kimga yaman kimga yaman o'ziga yaman Ko'p o'tirganimizda yana bitta sabab mana shunday yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, sabablar ko'p bo'lsin. Kelib mehmon bo'laylik, sabablar yoshlar,
kelin kuyovlar kuyovlarni chaqirib eski urf-odat bo'yicha challar deymiz, shunaqa marosim bilan birga qo'shib, mana o'g'ilchalarni ham tug'ilgan kun ekan. Avvalambor ana shu yaxshi kunlar bilan xudolarimizni, kuyov hammasini bugungi yaxshi kunda To'raka sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Mana shu yoshlar baxtli bo'lsin. Ko'zlaridan ko'payishib, o'g'illarday, biylarday ajoyib insonlar bo'lib, serfarzand bo'lsinlar. Shu birinchi qo'yilgan qadahda ham yoshlarning baxti uchun, ham mana bu jajjanimizni katta yigit bo'lib, o'qimishli yigit bo'lishi uchun o'xshash istaymiz. Hammalar Temirjonni bobosiga birinchi kelgan. Naviralar. Katta qizlarini Temirjonni katta naviralar. Nevaralarda bor. Temirbek katta singillari tushgan katta singillari. Ya biladi. mayli o'sha tug'ilgan chaqaloq ham katta bo'lsin. Chaqaloqni ham hammalari tabriklagan bo'lganimiz uchun. Mana aslida ham yaxshi niyatlarni ham endi savchi bo'ladilar. Bugun mana shuni o'tiribdilar, xursandlar-da baribir. Shu mevasini Mevas. mana shu birinchi qadahda shu hamma tug'ilgan kunni nishonlaydigan insonlar uchun olishlar, yoshlar uchun. Oilalar. Ko'plar. Ham gapirish kerak. Yo'q, yaqinda. O'zini. To'rjoydan kelibsizda qizim. Nechun yig'lab ketding, yana sog'indim yana kecha bag'rim. Olmaga ol. Kısmımız kenarı
yaxshisi, sog'lik. Rahmat, yaxshi. Yaxshi, sol, Buyoqda aytib keyin bundan shu ishlarni yo'qoldi. Savol 20 tindan bir so'm bo'ladi. Keyin shu savolni boshini tashlayman, olsa kelim olim. Olim boy. Men ishak bor olim. Keyin keyin shu olim boy. Sana bir yok da öyle kalması yok. Bir set oyunda. Hoca geldi. Atomlarda, hobilarda, kategorilarda yaxshi inson Xudo boshi yaxshi kunlardan chiqmasin. Sog'lik. Muqaddas qizakyalar ketdi. Bir shirin turmush qurib, katta nabira to'ylari qilib nasib etsin. Hammalaringizga yaxshi kunlar nasib etsin. Mana shuncha bo'lamiz. Shahlo oling. Bitta paxtani yaxshi terasiz. Meni oling. Janizga ketgan bo'lsangiz ham olib turing. Tag boqsa shu yerdan bor. Yigirma to'rtlik staj beradi. Chatoman sizdan yerdan deb. Bora la qadar.
katta o'shangina deb bilmadim. Yangamlar yaxshi. Yangamlar yaxshimiz? Yaxshimiz. Akamlar yaxshilar. Ya o'zi xulosa o'z tarafini. Mana qo'shcha. Sho'rabqa sho'rab. Kechqurungi ayollarga sho'rab. Kunisida bo'ldimi? Ket. Ya mana. O'shaga qachon bo'ladi? Biroz nazarga ilib ko'nglimga shafqat qilib meni sevib qolsayding ko'nglimga shafqat qilib meni sevib qolsayding Bugun yaxshi kun. Birinchidan mana kuyovimiz ikkinchi farzandni chiqargan bugun chaladi O'zbekiston odatini chaladi qilyapti. Ikkinchisi o'g'illarini tug'ilgan kuni, uchinchisi naviralari chillaguruzon bo'lib qadami qutlug' bo'lsin averamizni kelgan. Ana shu munosabat bilan domlamizga so'z beramiz o'rta Ansaroga. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qadrli xudolar. Haqiqatan ham mana kuyovimiz uyiga, ham singlimiz Muqaddasjon uyiga to'ylar ketma-ket bo'lyapti, ulanib ketyapti bir-biriga. Kuni kechagina mana ikkinchi qizlarini jo'natib, kuyov qilish baxtiga muyassar bo'lgandilar. Bugun ana shu o'zbek odatlariga ko'ra kelincharlar ham kuyovcharlar marosimini o'tkazyaptilar. Men avvalambor Muqaddas mana shunday aziz insonlar bilan, ajoyib odamlar bilan, Xudo bo'lgan kuningiz bilan siz chin dildan tabriklayman. Qizlarni doim aytamiz, ikkalasi ham mehnatkash, axloqli, odobli qizlar. Qo'ldan kelmaydigan ishi yo'q, og'ir va vazmin. Yana kuyovlarimiz ham qarangki, xuddi asrab qo'yganda ana shunaqa ikkita baxtli qizlarga chiroyli kuyovlar nasib etdi. Shularning umri uzoq bo'lsin, uzoq umr kechirsin. Boshingizga mana shu akamlon, yangamlon sog' bo'lsinlar. Bularning farzandlarini to'yini ko'rish bularga ham nasib etsin. Xudolar bilan bordi keldichilik abadiy bo'lib, shu oila ko'paysin, ko'karsin, qariyb Amir Temur shajarasidek necha ming yillarga davom etadigan buyuk shajara bo'lib qolsin. Ikkinchidan mana Nilfar qizimiz ona bo'lish baxtiga muyassar bo'ldi. Inson yashar ekan albatta orzu umidlar bilan yashaydi. Ana shu o'g'ilchamizning tug'ilishi bilan, bularning ota-ona bo'lganligi bilan chin dildan tabriklaymiz. Shu yigitcha ulg'ayib katta bo'lsin, katta to'ylarni ko'rish har ikkala tomon xudolarimizga nasib etsin. Uchinchidan Muqaddas mana kelinlar qilib, kuyovlar qilib ishim oson bo'ladi deganda doim aytardim Muqaddas, hali ko'p chopasiz desam hech kim ishonmasdi. Ana endi qizlarni beriyordim, men Muqaddas topolmayman. Endi xudolardan iltimos qilamiz, haftaga bir marta shu yoqqa ikkita qizimizni eksport qilib turasizlar. Bo'lmasa kabin sekretarisi qoladi. Mana shu Madaminjonni ham tug'ilgan kuni, ko'zini oq qorasi, bittagina o'g'li bor, o'qisin, ulg'aysin. Shu otasi, onasi nima niyatlar qilgan bo'lsa, ana shu Madamin tufayli ushalib, kelajakda jamiyatimiz ravnaqi yo'lda mehnat qiladigan bir buyuk inson bo'lsin. Farzandlar baxti kamolini ko'rish, ular bilan birga qo'shsha qarish, shularning ketdan davron sirish kuyov bilan sizga ham nasib etsin. Olamga zavq olib kelarkan farzand, yuraklarga tug'yon solarkan farzand, turmushni charag'on qilarkan farzand, oh bunchalar shirin bo'larkan farzand. Ana shu farzandlarimizning borligi uchun, baxtli kuyovlar, baxtli kelinlar uchun qadahlarni olishlaringizni iltimos qilaman. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Mana shu yosh avlodga
Rahmat. Sağ olun etem, rahmat. Kosa şu ya. Sizin kosalaşını yok para. Evet. Bu kere bunu karım. Ha, onu. Ne oldu ya? Ayyo ben. Tamam, oldu bana. Hani bu işte ya. Olma? Ha, bu mu? Normal bir. Dolarga qarayga. Bütün Sancı. Ne oldu? Hayır, şurası abi bir işe çok yoğun bir hatırladıklarım. Bunun degen bir. Hadi sür gene. Yetti dışarıda. Ne olsa ha buyurun. Evet, siz olun. Jiyanimizdan kelajakka bir oila qurgan paytda ham o'sha darsxonaga o'tirish, o'shalarni qutlash nasib ham bo'lsa, mana o'tirib bitta oila qurilib, farzandi bo'ldi. Bu yerda qurilgan oilaga kelasi nasib bo'lsa, farzand nasib qilsin. Har bir inson niyat qiladi farzand ko'rishni. Har bir inson orzu qiladi farzandni yaxshi kun ko'rishga. Bugun haqiqatan ham baxtli insonsiz. Chunki 3 ta farzandimizni yaxshi kuni. Birov orqali nevaralarimiz, o'g'limiz bugun tug'ilgan kun ekan. Farzand orqali farzandga yanada qo'shildi. Ilar mana shu farzand orqali yaxshi kunlarni, yaxshi darslarni qilishmoq nasib bo'lsin. Avvalambor baxtimizga, ishonimizga to'g'ri savob bo'lsin. Chunki bizani asosan muloqot aytib, shu xonadonda imtihondan bog'lab turgan birinchi savolchi bu kishi. Yangi savob bo'lsinlar. Qolaversa har bir inson xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin. Aslida 2000-yil yaxshi samarali yil bo'lsin. Bir yildan keyin mustaqilligimiz 20 yillik bo'ladi. O'sha 20 yillik ham shunaqa yaxshi kunlarni o'tkazish, yoshlarni o'tkazish bo'lsin. 20 yillikka mana shu yangi oilaga yangi farzand nasib bo'lsin. Hamma sog' bo'ladi, tinch bo'ladi. Ishimiz omadli bo'lsin. Shu dars sonlar yaxshi kunlarga, sinov kunlar yaxshi kunga nasib bo'lsin. Çetin. Mal oldu şu bitti çeyrek. Kazo. Kulak Allah. Mana bugün mana shu yerga 80 ni qarilayotgan mana apamiz shu yerga o'tirdilar, davramizga kelib xonadonlariga ham to'y bo'libdi. O'sha to'yda boshlab qo'yib, shu apamiz o'sha to'yda boshlab qo'yib, yana ukamni ham, jiyanlarimni ham shunaqa yaxshi kuniga sherik bo'laydi, mana kelib o'tiribdilar. Katta bir sulolani boshlig'i shu navbatdagi so'zni shu apamizdan eshitamiz. Bir duo qiling, hech bo'lmasa niyat qilib duo qiling yoshlarimizdan, navaralarimizdan, avaralarimizdan apajon. Marhamat. Meyda tug'ilgan kun ekan. Temurboyni Chillagurdan qilib kelishlarini sababi ekan. Uchinchisi mana nayramizni bugun chaladi, kiyamimdan challagan kuni ekan. Hamma bularning dastig'olab shunday to'kin sochim bo'lsin. Shira topganlari yaxshi kunlarga buyursin. Hammani ham shunday kunlarga yetkirsin. Alloh
Nimaki yosh bergan bo'lsa, mana bunga ko'rsin, biz bahorlarni ko'rsin, ota onasiga bir farzand yigit bo'lib o'qishlagan o'g'ri ota onasi huzurini ko'rsin. Shu kelinlar, qizlari, kiyovlari, kelajak mehri muhabbatli bo'lsin. Xudolar ham borishli, kelishli bo'lsin hamma vaqt. Hamma ginalari xush kelibsizlar. Yoshlarga umr bersin, qarilarga iymon bersin. Ana jiyanimizdan kiyamiz qo'shapir bo'lsin, birilarni boshiga sog' bo'lsin. Hamma topganlari yaxshi kunlarga ketsin. Xush kelibsizlar hamma ginalar. Rais siz ham bir gapiring. Yo'q, jup bo'lsa, yo'q, ular eshitmaydi. O'zimiz nomidan Bular baxtli bo'lsin. Chaqaloq ham katta bo'lsin, yuzlarga kirsin. O'g'li zotini ham bilmayman, o'qishlarga kirsin. Eng yaxshi inson bo'lib bo'lsin. Siz shularni huzurini ko'ring. Xudolar bilan borishlik, kelishlik bo'lsin. Sog' bo'linglar. Shu gapirishni bilmayman. Rahmat. Ayog'im o'rgan bolamış. O'rga qam? Kuyib o'richyapmiz, bular quymaydi. Ben desem karayı kırmadı. Kırma yok olmazsa. Ona. Üstüne ihtiyacım. Mana. Ben özümü koyayım. Nasıl ya? Küçücük ya. Külüp yakın karım yok yemek. Tamam. Hasta olan buradan. Tamam. Bu da küçük var diye size. Karıyla bir yer. Köye bana verene boğaz veriyor. Tamam. Nasıl kendisi? Boca yaxshimisiz? Qana salomatlikmisiz? Hozir akam bog'da qan? Videoga tushamiz, videoga tushamiz. Baba bocha ekan. Baba bocha qarangsiz, videoga qarang. Bir raqam puli to'lanmagani uchun sochlari o'ssin, mantiqchalar qiladi. 90 nom bir. Bir yil maktabda bo'lsa, yana bir yildan keyin. Qachon? Bironta ham she'r yozdirmanmi? Keldimi? Javob qilaman. Uyitaga ham bor. Yo'q, ketaverasizmi? Hammalaringiz yana xush kelibsizlar bizlarni xonadonga. Ana beri ko'pchiligimiz xotin qizlar uchun sizlarga yana bitta tabrik eshitsak sizlar tomonidan. Otajon ukamizni
oyunlari o'tiribdilar, navbatdagi so'zi shudan. Baxtli bo'lsinlar, chaqalog'imiz ham katta bo'lsin. Ularning boshiga biyi bola sog' bo'lsin. Borishlik, kelishlik, xudolar bo'lsin. Topganlar tuylayib yursin. Hamma yaxshi kunlariga kelaylik. Rahmat. Rahmat deygan. Endi hammasi ijobat bo'lsin. Rahmat, xush kelibsizlar. Endi men cho'qol aka-ukalar kirib keladi. İşte güzel. Havlu uygu var ya. Bizga mumkin emas bugun. Kechani qomat degan odam to'ydirib yubordi. Hozir zavlaymiz. E'tirof to'ydik ham achchiq. Ona urishga olishga. Turib ketdik. Hoca oling, qarang, hoca. Mana bitta kecha bo'lsin o'rgan. Yo'q, ha, kecha. Qizo, kecha qayerdan to'lagan edi? O'sha o'riyapti. Nima qilaydi ha? Chaqirmagan edi. Nima qilaydi? Nima qilaydi? Oling haqida bo'ldi. Qani chaqirmagan nima qilasiz ayni? Hech so'kmasangiz, so'ksangiz, uni o'zimiz. Yana Akam kuyamıyor, bir çeşit gireydi. Düğünün bacarım var. Turmasaydan mayli. Navaraga bak sizlar. Sabina, da pilav mı söylüyor? Hoca. Ya falan bıraktı. Yağmur, camdan bahtı götürdüler. Size farzan götürdüler. Bana kudola yarışlar. Boğula yarışlar. İleride de yaş kilo götürdüler. Adam öndeyken güne güne. Burası bunu gayet havası geçirsen. Yaxşı, oğlu boğulaya bakar. Yüzde ortada iyi denen bir yetişsin. Bana Demir Bey'den vereceğim. Sofalamat bulup burası bunu gayet. Otandalarga motoruz. Yana bunu tabriklerim. Baxtli bo'ling. Rahmat ya, rahmat saylar. Yok. O'zga ham. Mavla qimmatda bilishmagan. Qalsizga. Ya, siz nima qilmoqsiz? Menga mavla O'zdan aytib o'tiribdi. O'zim o'tirmay, menga yana ish aytadi. Ishonmaganimni o'zim o'tiribdi. Qo'ling, o'shadan beraylik. Qizo oling. Qizo oling. Rahmat. Bunga yaxshi kun ekan, navrasi qo'yibdilar. Ba'zi bunga yaxshi gaplar bo'ldi. Ko'pchiliklar bildirdi, hammasiga qo'shilaman. Mana bugun kuyovlarni chopirgan ekanlar. Kuya baxtli bo'linglar. Mana jiyanim bugun tug'ilgan kuni ekan, uni tabriklaymiz. Hocam nabiralarini birinchi kun kelishi ekan. Qadam to'g'risi. Amandasi o'g'li yaxshi ko'radi. Hocam.
Hurmatli. Karakteri yok. Tağım derde sizni yashnab turgan bağım derde sizni suyanganim tağım derde sizni yashnab turgan bağım derde sizni hatta aziz otamdan ham nerede sizni anam bu dünyada anam şimdi bina koygan otam sizning uchun bir minnet anam shunday bina koygan otam Oylalik, bala chaqalik, mana oylalik, böyle bala chaqal bersin Xudo Allohlarga. Yaxshi kunlarga faqat mana shu xizmatda bo'lsanglar, mana keyin shu bog'lan, mana shular yoshga yetaylik, shularni ko'rgan kunlarni, yaxshi kunlarni ko'raylik degan niyatda. Keyin faqat mana yaxshi kunlarga mana shu og'aylar to'da bo'lishaylik. Mana shu yigitlarni uylanish to'ylaridan hamma odam eri xish ko'payib ketaveradi. Mana shu eri xish ko'paysa ham yor do'st ko'paysin. Yaxshi kunlaringizga hamma yoningizga turadilar. Ana shularga baxt uchun o'zingizga mayli odamni savob etgancha. Ham bo'lgan. Uyuz, uruverin bakayım gapni. Uylakin sen anavında aytdim ekan ular. Nima ya? Başka gap. Bo'ladi. Hadi chakka. Oling, qovat. Oling. Oling bo'lsa. Kirib qo'yamiz da ana. Ya bir sat ko'rsatmang-ki. Moray bersin. Yarmi? Ha. Bizga maynab. Yok hep zıplamla kelgamiz yo'q, yo'q, yo'q.
İki hayali zeyni yiyişten kızılca. Kızım bunun bahçesi bunu. belgisi bu. Shu uchun buni sarpovni misol uchun adarkan katta kishi bo'lmaydi. Bu ram sifatda hurmatlarini bildirib shunaqa qo'ydik. Shular mana bilan yaxshi nabiralar ko'rsin. Xudo mana ko'ylaydi. 1 yillik umrlari 1000 yillik bo'lsin Xudoning. Kiyimlar bir inson topagan bir mato. Ko'ngil uchun. Hammasi xush kelibsizlar. Ay, apa siz yoshini ulab bitta dastonga omin aytasizmi? Ya, qo'yingda mana siz yosh katta. Amazi. Ming bor rahmat. Xudochining 1000 yilchilik bo'lsin. Mana shularning orqasidan hammamizni omonimiz bilan ziyoda bo'lsin, yoshlarimizga baxt tilaymiz. Ana shular bir bo'lsa buni g'ayib institutlarni bitirib, xalqimizga, vatanimizga xizmat qiladigan bir yaxshi kelinlar bo'lsin bular. Shular orqasidan ana shu qaynotasi, qaynalari yo bir dimog'i choq bo'lib yursin. Yana bir bor xush kelibsizlar. Ilohi amin. Parvardigorim, farzandlarimizni, nabiralarimizni xalqimizga, vatanimizga xizmat qiladigan bir solih bandalarni yetishtirsin. Keksalarimizga insof tavfiq, yoshlarimizga boqiy umr, kasallarimizga shifo bergaysan. Parvardigorim, yerdan osmondan keladigan samo ofatlardan saqlagaysan. Daryolarimizning suvlarga serobchilik bergaysan. Kasb korimizga, dehqonchiligimizga barakat etgaysan. Dasturxonlarimizga fayzi baraka bergaysan. O'tganlarimizni o'z rahmatingga olib biz tiriklarni ikki dunyomizdan obod qilgaysan. Parvardigorim, mana shu yoshlarimiz baxt iqbolni bergaysan. Naviramizning umrini uzoq qilgaysan. Averamizni ham sobit qadam qo'yasan qadamlarini, ular ham ko'paysin. Shu yerga o'tirgan, duoga qo'lashib turganlarning nima niyat istaklari bo'lsa, hammasini Allohning dargohiga qabul qilgaysan, niyatlarimizni amalga oshirgaysan. 21-asr o'zbeklar asri bo'lib qolishini Allohdan tilab qolamiz. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil hasanatan wa qina azobannar. Allohu akbar. Qo'ylar. So'z bersin. Salqonlar katta o'zi deysiz. Domla o'ldi. Olmagandan qo'shing. Endi men ko'nglimni tozalayman. Aqlim orzuga berilib yuribman, baxtlarga urinib yuribman. Orzuga berilib yuribman, rostingdan o'rgilib yuribman. Aldama, 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 aldama.
onu aytdim. Yayınlar. Soğan kettiler. Soğan kettiler. Yama gidiyoruz canavar. Rakon mol bile. Üzülse güzel, az çakıda dursa güzel. Üzülmez yarını, yanında dursa güzel. Üzülse güzel, az çakıda dursa güzel. Üzülmez yarını, yanında dursa güzel. Sultan bulup taxtıga, qo'shilib ahdiga, malikasin baxtiga, binolar tursa go'zal. Sulton bo'lib taxtiga, qo'shilib ahdiga, malikasin baxtiga, binolar tursa go'zal. Üzülse güzel, mesşalı Bu dekabrga borib yetishadi, bor mart yetishadi. Bugün kelib hali qo'lim o'zim. Hali bir bor, dinlorga bor. Yemar sizga nima temir, ha, bir po'kib, rast panjari. Ramsirlar. Kalla ursa. Shuni yoting desangiz, yotib ketadi. O'zi qubalarni bor, keta qolib. Yo'qdan ham kelib yurib o'tiraylik. Xudoga ketdi-da. Nima bo'la ketadi? Yuring, nima qilish? Uyga borib turaylik. Tesla. Kaç tavası? Mas ilan olamaz. Mas ilan olamaz. Nasıl?